bittasi o'zi kasallik boshlangan. Chekkadagi. Endi oldini olish maqsadida qo'ylarimizni qolganiga immunoparazitdan ko'mak qilish kerak. Bu narsa asosan masalan mana yemishiga sichqon yoki kalama shu mushuklar axlatdan chiqqan o't o'simliklardan shu tuxumidan yuqib qoladi. Qo'zg'atib. Bularda fasol bor ekanki mana. 5 soat 6 soat davomida pishiraman. Pishib ketgan. Loyalar Bo'g'oz qo'ylarga ham immunoparazitni qilsa bo'ladi, jigar qurtiga. Bemalol. Qo'y boqadagi akalarimizning eng og'riqli mavzusi bu qo'ylarimizda aylama bosh bo'lib qolishi. Uni oldini olsa bo'ladimi? Buni to'liq qilib akamiz o'zlaridan yordam beramiz. Bunga yechim bormi? Akamiz o'zlaridan to'liq qilib yordamimiz keling. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar obunachilar? Hozir qo'y boqadigan akalarimiz uchun foydali video qilyapmiz. Xudo xolasa, xoronamizga kelganmiz. Bu yerda hayvonlarimizni bitta qo'yimiz ona ko'rsatishingiz mumkin operator. Bittasi o'zi kasallik boshlangan. Chekkadagi. Endi oldini olish maqsadida qo'ylarimizni qolganiga immunoparazitdan ko'mak qilish kerak. Immunoparazitdan mana. Screenshot qilib olsa bo'ladi akalarimiz. Bunga qo'shimcha yana nima qilsa bo'ladi aka? Bu narsani 5 kun oralatib 3 marta qiladigan bo'lsangiz 6 oygacha ichki parazitlardan, eng muhimi miya qurtidan saqlab beradi oldini olib. Buni qilinish tartibi esa, masalan, bugun 0,5 grammdan qilinsa, ikkinchisi grammda 0,5 grammdan oshirib boriladi, 1 gram qilinadi. Hozir bo'laga 1 grammdan qildik, u ikkinchi ukoliga kelganmiz. Yana 5 kundan keyin uchinchi ukolni qilamiz. Shu bilan 6 oygacha hech qanday ichki parazit, jigar qurti, ehna ko'k parazitlar bo'lmaydi, oldini olgan bo'linadi. Bu akalar oldini olish uchun kelganmiz. Bitta qo'yimiz aylama bosh bo'lib qolgan. O'shancha yaxshilik uchun u narsani so'ydiraveramiz. So'ydiraveramiz. Misol uchun davolasa ham bo'ladi, 50 kg davolaydi. Yaxshi bo'lgan joylari ham bor, yaxshi bo'lmagan joylari ham bor. Undan etini ozdirmasdan uni so'ydirgan yaxshi deb uydagilarga maslahat berdik. Tushunarli. Qolganlarga profilaktika ishlarini olib boramiz. Qolganlarga shu profilaktika qilish maqsadida o'sha immunoparazitdan qildik va immunitet ko'targani vitamin terapiya qilib hammasiga hozir qo'ylarimizga qildik. Aka asosan bu kasallik nimadan kelib chiqadi? Bu narsa asosan masalan mana yemishiga sichqon yoki kalama shu it mushuklar axlatdan chiqqan o't o'simliklardan shu tuxumidan yuqib qoladi. Qo'zg'atib. Tushunarli. Shu immunitet past hayvonda bu kasallikka chalanishga yuqori bo'ladi. Asosan bu kasallikka chalanish yosh hayvonlarda ko'proq kuzatiladi. Bu qo'ylardan tashqari mollarda ham kuzatiladimi yoki kuzatilmaydimi? Mollarda juda ham kamdan kam holatda kuzatiladi. Misol uchun 5% desak bo'ladi-da. 5% hayvonda kuzatilsa kuzatilmaydi. Asosan shu qo'ylarda. Asosan qo'ylarda. Ayniqsa mana qishki kunlarda ko'p kuzatiladi. Shu parazitlarga mana shu immunoparazitdan qilinadigan bo'lsa, bu narsa ham oldini oladi, ham ichki parazitlarga hammasini nobud qilib yaxshi ishlab beradi. Tushunarli. Qo'ylarimizga ishtahalarni yaxshilash uchun qanaqa vitaminlardan qilsa bo'ladi? Hozir ishtahalarni ochganda biz o'sha multivitamindan ishlatdik. Bemalol shu vitaptekilarda shu multivit pilis mineraldan o'zlari ham qilsa bo'ladi. Ishtahalar ochadi, ham etni qishki kunida oldirmaydi, yaxshi semirib o'zgaradi. Tushunarli. Asha. Mana shu. Asha. Ana shu. O'sha bo'ynida ipi bor. O'sha eynalyapti. Shaq ko'zi ko'rmayapti. Eynalyapti. Bitta ko'zi ko'rmayapti. Yo'q, ko'rmayapti. Ko'r bo'lib qoladi-da. Ukar qilmay ko'ramiz-a? Qilmay ko'ramiz. Narg'ilaga shu oldin olgan. Hammasiga ukar qilavering. Oldin olgani qilib qo'yamiz vaksinasini. Men keyin haliga qilam. Vitamin ham qilib qo'ying, ya? Bo'ldi. Hozir aka qo'yimizga nima bo'lgan? Qo'yda miyasiga qurt tushgan simiroz bo'ldi. Akalar bu qo'ylarimizga mana bunday asarti qilib ovqatlarimizni tayyorlab berishadi. Xola bo'ladi, ichida nimalar bor? Buni ichida birinchidan bug'doy bor. Bug'doyni bir kun oldin o'tib qo'yar edim. Bugun kecha o'tilmadim. O'tib qo'yaman. Ertasiga pishirishimga osongina bo'ladi. Yolib pishadi. Makka solaman, po'choqlarni solaman, non solaman. Bularda fasol bor ekanki mana. 5 soat 6 soat davomida pishiraman. Pishib ketgan. Loyalari ham bor. Bug'doylarim pishib, yolib pishguncha Necha kun ketadi endi bu narsa? 2 kunga yetadi. 4 mahal beraman buni. 2 kunga yetadi. Bir kunda 2 mahal ertalab kechqurun. Ertalab kechqurun beraman.
Bulardan tashqari yana nima ozuqa berasiz qo'ylaringizga? Bularga kepak, sulus beraman. Nekigen ana moshta paya haligisdan to'panidan beraman. O'tlarni qirqib, hashaklarni qirqib beraman ularda. Tushundim. Har kuni mashina pishiraman har kuni. Aka bu ozuqamizni nima maslahat berasizmi, bermaysizmi? Ya bu narsa pishirib berilgandagi oshqozon yaxshi hazm qiladi, yaxshi o'zlashtiradi. U qo'ylarni ham ko'rsatib qo'yaman. Bu narsani yegandan ekan. Mana bu qo'ylarni olma, ikkay bo'ldi. Mana akalar. Eko'da hozir shu uydagilar aytyapti 2.800 mingdanmi olishgan. 2 million 800 dan olganman. 2 million Hozirgi holatda qancha oladilar o'zingiz ko'ring. Baho beringchi. 4 million atrofini uradigan darajaga kelgan. O'sha narsani boqishgan o'sha ratsion yaxshi bo'lgan vaqtida misol uchun ukollar, lechinalar qilinadi, yegani yuqadi, hayvon o'zgaradi. Tushundim. Qo'ylar, Qo'yamiz bo'g'oz-a? bu bo'g'oz. Aka, haligi profilaktika oldini olish uchun bo'g'ozga ham qilsa bo'ladi-ku oldi. Xo'sh, misol Miya uchun qurtini oldini immunoparazitdan qilinadigan bo'lsa, jigar qurtlar, ichki parazitlarni, miya qurtlarini hammasini oldini olsa bo'ladi. Bo'g'oz qo'ylarga ham immunoparazitdan qilsa bo'ladi, jigar qurtiga. Bo'ladi. Bemalol. Misol uchun albellar bir xil sostavini berib bo'lmaydi lekin. Lekin qilsa bo'ladi akalar. Vitaminlarni ham hozir akamiz o'zlari qilib qo'ydilar. Hamma qo'ylarimizga bittadan tashqari hammasiga qildik aka. Hammasiga Hozir qildik. o'zgarishlar qo'ylar yaxshi. Misol uchun yana 5 kundan keyin yana faktoriga ukollarni qilgani kelamiz. Bo'ldi. Mana ishlarni ko'ryapsizlar akalar. Ishlarni ham xudo xolasa mana ukoldan keyin o'zi ochildi akalar. Qiziqarli savollar kommentariyaga qoldirasiz akalar.